Assalamu alaykum, hürmetlik radyo anlıqçı qeyrandaşlar. Qur'an buluqi programımızın 19-cı sanığı kelginalarini qızğın qarşı alımız. Hürmetlik radyo anlıqçı qeyrandaşlar, İnşallah bugünkü sanımız bu programımızın Allah xalasa en ahırqı sanı buluşu mümkün. Həminlarga ma'lum bo'lganda qeyrandaşlar, biz bu programımızda meşhur İslam alimi, İslam dünyasida parlagan yulduz merhum Seyyid Abul A'la Mavdudi rahimahullah'ның Qur'an-ı Kerim'deki 4 asasi termin namlıq kitabını diqqətinizə sunup kelyapmiz. İnşallah bugünkü programımızda ötken saatlik programımızda toxtalgan din haqqında toxtalgan edik. Qur'an-ı Kerim'deki din degan bu atalğının qaysi ma'nolarga ishlatilganligi haqida biroz tushuncha berib o'tgan bo'ldik. İnşallah bugünkü sanımızda hem şu dersimizning, yani kitabımızның en ahırqı mavzusu bo'lgan bu haqda yana to'xtalamiz. Mikrofon oldida qarindoshlar Abdullah Yalqun. Din degan so'zning 4-chi ma'noda ishlatilishi. Biz o'tgan soatda qarindoshlar diqqatingizga sunib o'tgan edik. Din degan bu atalg'u Qur'oni Kerimda 4 xil ma'noda aytilganligi. Yani birinci ma'nosi biz oliy huquq va yuksak hokimiyat degan bo'ldik. İkinci ma'nosi yuksak hokimiyat oldida bosh egish va itoat qilish degan so'zlab o'tdik. Uchinchisida mazkur yuksak hokimiyatning ta'sirida putib chiqadigan fikr va amal tuzilmasi. To'rtinchi ma'nosi bo'lsa, bu tuzumga bo'lgan vafodorlikqa yüksek hakimiyet tarafından beriladigan mukafat yoki osiylik ve o'zbeshimchilikqa beriladigan jazo degandan iborat 4 xil ma'nosi bor ekanligini so'zlab o'tgandan keyin buning har birini biroz sharhlaygan asosda tushuntirgan bo'ldik. İnşallah bugun din degan so'zning shu 4-chi ma'noda ishlatilishi haqida diqqatingizda bo'ladi. Shundaqla buningdan keyin din degan so'zning umumiy istiloh bo'lib, ya'ni shu 4 terminning 4 xil atalg'uning hammasini o'ziga olgan shaklda ishlatilishi haqida to'xtalib, bu kitobimiz shuning bilan oxirlashadi. Endi bu din degan so'zning 4-chi ma'noda ishlatilishiga birinchi dalilda Sura Zariyatning 5-6 oyatida Allah subhanahu va taala shunday deydi. Estaizu billah. İnnemâ tu'adûne lesâdiq ve inned-dîne levâqi. Sizlerge yetküzülgen haber elbette rastır. Yani sizlerge yetküzülgen ölümden keyin qayta tirilish haqidagi haber elbette rastır. Ve din, yani yaxshi amallarni mukofotlash, yomon amallarni jazolash cho'qim bo'ladigan ishdir dedi. Va inned-dina lawaqi. Yani din degan bu yerda yaxshi amallarni mukofotlab, yomon amallarni jazolash kunidan iborat. Biz dinning 4-chi xil ma'nosida bu tuzumga bo'lgan vafodorlikqa yuksak hokimiyat tarafidan, ya'ni Allah subhanahu va taala tarafidan beriladigan mukofot yoki osiylik va o'zbeshimchilikqa beriladigan jazo degan ma'nosi bor. Yani bu din jazolash kuni, mukofot berish kunidan iborat bu kunda, bu kun cho'qim bo'ladigan ishdir deydi Allah subhanahu va taala Sura Zariyatda. Yana Sura Maunning 1-oyatidan 3-oyatigacha Ara'aytallazi yukazzibu bid-din fazalikallazi yad'u'ul yatim ve la yahuddu ala ta'amil miskin dedi Allah subhanahu va taala. Dinni inkar qilgan odamni ko'rdingmi? U dal yetimni dushkanlaydigan, miskinga tamoq berishni targ'ib qilmaydigan odamdir dedi. Yani ana shu kunni, hisob kunini, mukofot jazo kunini inkar qiladigan, u kun yo'q deydigan, u kunni e'tirof qilmaydigan, inkar qilgan odamni ko'rdingmi? U dal yetimni dushkanlaydigan, miskinga tamoq berishni targ'ib qilmaydigan odamdir. Yana Allah subhanahu va taala Sura Infitorning 17-oyatidan 19-oyatigacha shunday deydi.
وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. Sen din gününün qandaqlığını nemi bilesen deydi Allah subhanahu ta'ala. Sen din gününün qandaqlığını nemi bilesen? Sen din gününün zadı nemi ekenligini nemi bilesen deydi Allah subhanahu ta'ala. O günde bir adamның yana bir adamga yordam berishi qo'lidan kelmaydi. O günde bütün hukuk Allah'ның ilkide bo'ladi. Yuqoridagi oyatlarning hammasida din degan so'z hisob, qaror, amallarga jazo yoki mukofot ma'nosida ishlatilgan qarindoshlar. Din degan bu atalg'uning 4-hukmi haqidagi Qur'oni Karimdagi dalillar mana bundan iborat. Endi tövendeki mazmunumuz bo'lsa, din degan so'zning umumiy istilah bo'lib, ya'ni termin bo'lib, atalg'u bo'lib ishlatilishi haqidagi bab. Qur'oni Karim yuqorqi oyatlarning hammasida din degan so'zni arablarning umumiy dialoglarida qo'llanib kelayotgan ma'nolar uchun ishlatgan. Endi biz uning hammani o'z ichiga olgan bir termin salohiyatida ishlatilayotganligini hamda uningda inson biror oliy hukmronlikni qabul qilib, uningga itoat uchun bosh egadigan, uning belgilagan qonun tuzum prinsiplariga asosan hayot kechiradigan, uningga itoatman bo'lish orqali izzat, martaba, taraqqiy, in'omlarni umid qiladigan, uningga itoatsizlik qilishda, xorliqqa qilishdan, tushkunlashishdan ve jazolanishdan qo'rqadigan bir mukammal hayotlik tuzumi ko'zda tutilayotganligini ko'ramiz. Balkim dunyodagi har qanday boshqa tilda mana bularning hammani tangla o'z ichiga olalaydigan, ashu barliq tuzumni ifodalaydigan biror termin bo'lmasa kerak. Hozirgi davrda biz qo'llanayotgan inglizcha state, ya'ni shtat degan so'z, garchi uningga ozroq yaqin kelgandek qilsa-mu, lekin yanala din degan so'z o'z ichiga olgan ma'nolarning butun kengligini o'z ichiga ola olmaydi. Tövendeki oyatlarda din degan so'z dal ana shunday ostilash, ya'ni termin uchun ishlatilgan. Tövende biz diqqatinglarga ana shu umumiy termin uchun ishlatilgan dalil keltirgan oyatlarni diqqatinglarga sunamiz. Birincisida Allah subhanahu wa ta'ala Sure Tevbe'nin 29. ayetida shunday deydi. Estaizu billah. وَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ. Sizlar ahli kitobdan Allohga ishonmaydiganlar, ya'ni Allohni yegona oliy hukmron deb e'tirof qilmaydiganlar bilan va oxirat kuniga ishonmaydiganlar, ya'ni hisob elinadigan kuniga mukofot yoki jazo beriladigan kuniga ishonmaydiganlar bilan Alloh va uning payg'ambari harom qilgan narsalarni harom bilmaydiganlar bilan hamda haq dinni o'z dini qilmaydiganlar bilan toki ular sizlarga bo'ysunib har holda jizya topshirganga qadar urush qilinglar. Endi bu oyatda Sura Tevbe'nin 29. oyatida nima degan desa, bu din 3 yerda aytildi deb. Birinchi, bu din degan so'zning birinchi va ikkinchi ma'nosi. Ya'ni birincisi g'alaba, istilo, hukmronlik, ikkinchisi itoat, bo'ysunish, rioya qilish. İkinci yerde işletilgan vaqtda nima degasa, bu din degan so'zning 4-chi ma'nosi. Ikkinchi yerdagi din degan so'zning 4-chi ma'nosi. Ya'ni amal, badal, mukofot, jazo, qaror, hisobdan iborat ma'no keltirilgan. Uchinchisi, bu din degan so'zning 3-chi ma'nosi bo'lib, ya'ni shariat, qonun, yo'l, e'tiqod, izm deganlardan iborat.
Yani bu yerda qatilullazina la yu'minuna billahi va la bil yawmil akhir dedi. Birinchi oyatda. Yani Allah'ni yigana ali hükümran deb itiraf qilmaydiganlar bilan dedi. Ha? Allah'ni ali hükümran ve deb itiraf qilmaydiganlar bilan. Bu hükümran deb itiraf qilmaydiganlar din degan so'zning qanchinchi ma'nosi keldi desa, din degan so'zning birinchi va ikkinchi ma'nosi keldi. Allah'ni ali hükümran deb itiraf qilish. Allah itiraf qilmaydiganlar bilan urushinglar deb aytadi Allah subhanahu taala. Yani şu birinci ayetning 5'ida allazina la yu'minuna billahi va la bil yawmil akhir. Ha? Din degan so'zning birinchi va ikkinchi ma'nosi. Ha? Yani birincisi g'alaba, istila, hukmronlik, ikkinchisi itoat, bo'ysunish, rioya qilish. Endi oyatning oxirida va la yuharrimuna ma harramallohu va rasuluhu. Ha? Nima deydi? Oxirat kuniga ishonmaydiganlar. Yani Allah ve onun peygamberi haram kılgan narsalarni haram kılmaydigan, haram bilmeydiganlar bilen deydi. Urushinglar deydi. Allah ve onun peygamberi haram kılgan narsalarni haram bilmeydiganlar bilen deydi. Bu din degan so'zning 4-chi ma'nosiga keldi. Yani emel, bedel, mukafot, jazo, qaror, hisob degan ma'noda keldi. Üçüncüsünde deydi, وَلَا يَد۪ينُونَ د۪ينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابِ. Hak dinini özünün dini dep qaramaydigan. Hak dinini öz dini qilmaydiganlar bilan taki ular sizlarga bo'ysunup har holda jizya topshirganga qadar urush qilinglar. Endi bu oyatda haq din degan so'z istilohiy, ya'ni terminologiyalik so'z bo'lib, Allah Teala onun bütün hükümlerini aldığınki 3 cümlede uçuk şerhiyle bergen. Uçuk şerhiyle bergen. Biz astığı izahat veriş arkalık din degen sözünün şu 4 manasının şu cümlelerde bayan kılınganlıqını hem de şu 4 hüküm cuglanmasıga ahirida hak din degen söz bilen tabir berilgenligini düşündürüp öttük. En ahirida وَلَا يَد۪ينُونَ د۪ينَ الْحَقِّ. Yukarıdaki ameliyette ayetinin yukarıdaki 3 cümlesi de abzası da قَاتِلُ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ bir abzas. وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ ikinci abzas. وَلَا يَد۪ينُونَ د۪ينَ الْحَقِّ. Demek bu hak din degen söz qanday bo'lgan ise istilahi bir terminologiyalik söz bulup Allah Teala onun bütün hükümlerini aldığınca 3 cümlede uçuk şerhiyle bergen. Endi biz astığı izahat beriş arkalık din degen sözün şu 4 manasının şu cümlelerde bayan kılınganlıqını hem de şu 4 hüküm cuglanmasıga ahirida hak din degen söz bilen tabir berilgenligini düşündürüp öttük. Firavun, yani Allah Subhanahu Teala Sure Gafir'nin 26. ayeti düşündük deydi. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو يظهر في الأرض الفساد. Firavun orada amaldorlarga shunday dediki, meni qo'yib etinglar. Men Musoni o'ldirman. U amdi Parvardigorini yordamga chaqirib baqsin. Men qo'rqumanki, Musa dininglarni o'zgartib etadi yoki davlatda qalaymaqanchilik tug'dirdi dedi. Firavun dedi bu sözünü. Endi Kur'an-ı Kerim'deki Musa aleyhisselam bilen Firavun kıssasının tefsilatı astoydil ko'rib chiqiladigan bo'lsa, shuningda qilchi shubhiga o'rin qolmaydi ki, bu yerdeki din degan söz qandaqdir faqatli e'tiqod ma'nosida ishlatilgan emas. Faqatli e'tiqod ma'nosida ishlatilgan emas. Balki davlat va madaniyat tuzumi ma'nosida ishlatilgan. Firavunning Musa öz ishini g'alaba qiliblik salsa, shtatimizni o'zgartib etadi deganlikning ma'nosi Firavun hokimiyati ostida yurgizilayotgan qonun tuzumlarining yiltizi butunlay kesib tashlanadi. Uning o'rniga boshqa bir tuzum o'rnatiladi. Yoki bo'lmasa, boshdan oxir hech bir tuzum qolmagan bo'ladi. Shuning bilan butun davlatda qalaymaqanchilik tug'iladi deganni bildirdi. Hakikaten Allah'ın nazarındaki makbul din fakat İslam'dır. İnned dine indallahil İslam. Sure Ali İmran 16. ayet.
Şəksizki Allah'ın nazardaki maqbul din faqat İslamdır. Sura Ali İmran'ın 85. ayetinde وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Kimki İslam'dan gayri dinni izleydiken onun tanlagan dini hergiz kabul kılınmaydı. Yine Sure Tevbe'nin 33. ayetinde هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. Ana şu Allah hak dinini barlıq dinlerden üstün kılış üçün öz peygamberini hidayet ve hak din bilen evetti. Gerçi müşrikler her kança yaman körgen takdirdi mu? Sure Enfal 39. ayet. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ. Ey müminler, fitne tügügen ve din bütünley Allah'nınlı bolğanğa kadar ular bilen oruç kılınlar. Yani Allah Subhanahu ve Teala Sure Nesr'de şunu diyor. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Allah'ın yardımı ve galibesi kelgen ve Allah'ın diniga kişilerinin top bulup kirgenligini körgününde Rabbinge tesbih etkin, hamdu etkin ve onundan mağfiret dilegin. Allah hakikaten tevbini nihayeti kabul kılgıcıdır. Hem de bu barlıq ayetlerde din degen söz mükemmel hayatlık tüzümü üçün ve onun barlıq itikadi, nazarivi, ahlaki, ameli taraflarını öz içine algan halde işletilgen. Dastlabki iki ayette Allah'ın nazarida insonga nisbatan to'g'ri hayotlik tuzumi faqat Allohga bo'lgan itoat va bandachilikni, ya'ni islomni asos qilgan tuzum ekanligi. Uningdan boshqa har qanday xiyoliy hukmronlarning itoatini asos qilgan tuzumlar butun koinotning Parvardigori Allohning huzurida hargiz qabul bo'lmaydiganligi so'zlangan bo'lib, inson kimning maxluqi, mulki va beqindisi bo'lgan bo'lsa, kimning hukmronligiga tava bo'lgan bo'lsa, u hargizmi asli egasidan boshqa hukmronga bandachilik va itoat qilish asosida hayot kechirishni qabul qilolmaydi. Hamda uning ko'rsatmalariga binoan yo'l tutishga asli egasidan boshqasi qat'iy haqli bo'lolmaydi. 3-oyatda bo'lsa, Allohning o'z payg'ambarlarini ashu to'g'ri haqqoniy hayotlik tuzumi bilan, ya'ni islom bilan avatganligi, payg'ambarlarning inqilob g'oyasi bu tuzumni boshqa barliq tuzumlardan ustun qilish ekanligi bayon qilingan. 4-oyatda bo'lsa, islom diniga ergashuvchilarga hukm qilinib, butun dunyo bilan urush qilinlar. Toki fitna tugab, ya'ni Allohga osiylik qilishni asos qilgan bu tuzumlarning dunyodagi mavjudligi yo'qolib, butun itoat tuzumi Allohga xos bo'lganga qadar dam olmanglar deyilgan. 5-oyatda bo'lsa, Payg'ambar alayhissalom 23 yilga qadar to'xtamay kurash qilib, arab zaminida inqilobni takammulluk bosqichiga yetkazib bo'lgan chaqda xitob qilingan bo'lib, shu chaqda islom o'zining to'liq obrazi bilan bir bütün itiqadi, fikri, axloqiy, madaniy, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy tuzum bo'lish salohiyatida tiklanib bo'lgan edi. Arab zamanining har qaysi taraflaridan kishilar top bo'lib bu tuzumning doirasiga o'zini topshirmoqda edi. Shunda qilib Payg'ambar alayhissalomga vazifa qilingan ish takammullashib bo'lgan chaqda uningga bu to'kpini o'zingning to'kpisi bilib, faxrlanib, yo'g'onchilik qilib salmag'in. Ayib nuqsandın pakzat faqatli sening Parvardigoringdir. Bu ulug' ishning natijasi uchun Allohga hamdu sano bilan tasbih etqin. Hamda Allohga iltijo qilib, "Ey egam, bu 23 yil davomida o'z vazifamni ado qilishda qandoqli ayib nuqson, yetersizliklar mendan o'tilgan bo'lsa, uni afu qilgin" deb tiligin deb xitob qilingan. Qarindoshlar, Allohning izni bilan, Allohning rahmati bilan mana bugun
Qur'oni Karimdagi 4 asosiy termin nomli bu kitobimizni bu programmalarda so'zlab oxirlashtirgan bo'ldik. Mehribon Alloh subhanahu va taoladan hammamizga haqiqiy to'g'ri tushunch, haqiqiy to'g'ri e'tiqod ato qilishini Alloh subhanahu va taoladan tovanchilik bilan tilaymiz, so'raymiz. Hurmatli qarindoshlar, sizlarga eng oxirida, ya'ni programma oxirida tavsiya qilmoqchi bo'lganim, buningdan ilgirki sonlarni anglamaganlar bo'lsa, uni cho'qim birinchi sonidan boshlab tafsiliy holatda oxirgi soni bo'yicha, oxirgi soni tugigacha to'liq anglab chiqishinglarni boshqa qarindoshlaringlarga ham tavsiya qilishinglarni chin qalbimizdan umid qilamiz. Alloh subhanahu va taolo bizga eng to'g'ri tushunch, mana bu kitob orqali biz Qur'oni Karimdagi iloh, Rob, ibodat, dindan iborat bu 4 atalg'uning haqiqiy ma'nosi ustida, bu 4 atalg'u bizdan nimalarni talab qilganligi haqida bir qadar tafsiliy to'xtalib o'tgan bo'ldik. Alloh subhanahu va taoladan har bir musulmon qarindoshlarimizni, har bir anglag'uvchilarimizni ana shu 4 atalg'uninki bizdan har bir musulmondan talab qilgan taqozosi bo'yicha tushunadigan bir tushuncha, to'g'ri bir tushunchani ato qilishini Allohdan tuvanchilik bilan tilaymiz. Ulug' Ramazon oylarida turibdimiz. Mana hashpashtigacha bu avvaluhu rahma va awsatuhu maghfira va axiruhu itqun minan nar bo'lgan mana bu 30 kunlik Ramazon, muborak Ramazon oyimizning eng avvalgi rahmatlar bilan to'lgan 10 kuni bilan xo'shlashish oldida turibdimiz qarindoshlar. Mana shu muborak kunlarda dunyodagi barliq qarindoshlaringlar uchun ijobatlik duolaringlarda duo qilishinglarni, shundaqla kamina ojizni ham duolaringlarda aslab qo'yishinglarni chin qalbimdan umid qilish bilan bugun sizlarni yana bir qatimliq programmamizni kulishgacha sizlarni ana shu mehribon egimiz Alloh subhanahu va taolaga topshirish bilan programmani oxirlashtirman. Allah sizlar bilan birga bo'lsin. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum.